Grijani qaytalanib qolishidan qo'rqib haliyam operatsiya qildirmayapsiz. O'zi qaytalanish kimlarda va qachon kuzatiladi? Bizga beriladigan eng asosiy savollardan biri doktor, grijam yana qayta o'sib qolmaydimi degan savol. Keling, avval grijani qanday hosil bo'ladi ko'rib olamiz. Umurtqa pog'onasini turli xil sabablarga ko'ra ezilish natijasida bu yerdagi diskimizda fibroz halqasi yirtilib, ichidagi pulpoz yadrosi, ya'ni suyuqroq qismi umurtqa pog'onasi kanaliga chiqib ketib, bu yerdagi nervlarni ezib qo'yadi. Mana bu esa yuqoridan ko'rinishi fibroz halqa hamda pulpoz yadro. Mana bu tomonga oqib ketgani grija hisoblanadi. Ushbu rasmda hozirgi maket tasvirlangan. Biz operatsiya jarayonida ushbu mana oqib ketgan grijani olib tashlaymiz. Grija olib tashalgandan keyin ushbu fibroz halqani tiklanishiga 2 oy vaqt ketadi. 2 oyda bu yer chalnig'lanib, bitib, umurtqamiz diski yana o'z faoliyatini qayta tiklaydi. Operatsiyadan keyin shu 2 oy davomida bemorlarga umurtqa pog'onasini zo'riqtirmaslik, ya'ni uzoq o'tirmaslik, og'ir jismoniy mehnat qilmaslik buyuriladi. Bundan tashqari bemorlar umurtqa pog'onasini qayta tiklovchi preparatlar iste'mol qilishi hamda belga kalsiy taqilishlari zarur. Operatsiyadan keyin ushbu tadbirlarni kimdir bajaradi, kimdir bajarmaydi. Shunday bo'lgan taqdirda butun dunyo statistikasida grijani qaytalanib qolishi 5-15% ni tashkil qiladi. Agar grijangiz qaytalanib qolsa, xavotirga o'rin yo'q. Hozirgi kundagi eng zamonaviy operatsiyalar yordamida yana bir necha kun ichida grijangizdan xalos bo'lishingiz mumkin. Grijani qaytalanishi shifokor uchun ham, bemor uchun ham yoqimsiz holat. Ushbu holatni oldini olish uchun operatsiyadan so'ng albatta shifokorlar tavsiyasiga amal qiling.